Sahobalar aytadilarki, biz payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bilan bir majlisda o'tirganimiz o'zida u zotni 70 martalab istig'for aytganini eshitganmiz deydilar. Rasulullоhdek zot. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning tillari hech qachon zikrdan to'xtamagan, magaram ikkita holatda, uxlaganlarida, tahoratda bo'lganlaridagina to'xtagan ekan. Boshqa payt tillari zikrdan to'xtamagan. Zikr aytuvchi zokir banda bilan zikr qilmaydigan g'ofil bandani orasidagi farqini payg'ambarimiz alayhisalom birlari tirik, birlari o'lik deganlar. Allohni zikr qilishlikdan hech qachon malollanish kerak emas azizlar. Ba'zan bitta ibora ishlatib qolamizda, o'zimizda ham bu kamchilik bo'ladi. Alloh bizni kechirsin. Namozga shoshilib tezroq namozni o'qiymizda, "Ey Xudoga shukr, qutuldik-a" deymiz. Zokir banda aslida namozni o'qib bo'lib emas, namoz o'qiyotganda mazza qilish kerak. Chunki u Allohning zikrida. Ana shunda qalb taskin bo'ladi.